Assalomu alaykum. Humoyun Usta.uz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar aziz yurtdoshlar. Yana bir fayzli xonadonga chiroyli qilib mana shu xonadonlariga hovliga zakaz bo'yicha tayyorlab uzum toklarini ustanovkasini qilib berdik. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring. Bu o'rnatgan uzum tokimiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Qanaqangi materiallarda yasaldi, kvadrat metrini necha pulga yasabki ustanovkasini qilib berdik. Hozirgi kunda xonadoniga, hovlisiga uzum toki naves o'rnatish niyatida yurgan aka-ukalarimiz, yurtdoshlarimizga bir kerakli bo'ladigan, foydali bo'ladigan qo'limizdan kelgancha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Aziz yurtdoshlar, xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab, ishlarimizga baho berasizlar. Yoqsa bittadan like bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlab qo'yishni unutmaysizlar. Aziz yurtdoshlar, uzum tokimiz mana shu uzunasiga uzum tokimiz 14,5 metr razmerda bo'ldi. Eniga mana firmalari 6,5 metr razmerga tashlangan. Endi asosiy mana stoykalardan boshlasak ma'lumotni berishni. Stoykalari 8 ga 8 lik profil. Operator akamiz bir yaqinlashtirib ko'rsatib berasiz. 2 lik stenali profildan, qalinligi 2 lik stenali profildan foydalanilgan. Bu stoykalarimizni oraliq masofalari 3 metrdan tashlangan aziz yurtdoshlar, qalinroq qilib, chiroyli baquvvat qilib ishlab berilgan. Va bu stoykamizni 1 metr qismiga tumbalarni qo'yib, yana bir bagati sifatli chiqish maqsadida qo'yib chiqilgan. Ana ketgan ko'ndalang firmalari aziz yurtdoshlar, yaqinlashtirib ko'rsatib berasiz. 2 lik lista lazerda chiroyli qilib gul o'ydirib, burchak gullarini ham lazerda o'ydirib, ertaga bir zanglab chirib ketmasligini hisobini olgan holda qalin sifatli mahsulotdan foydalanilgan. Chiroyli qilib ishlab berilgan. Tepa pastlari bu xorilarimizni 4 ga 4 profildan 1,7 lik stenalisidan foydalanganmiz. Endi bu uzum tokimizni asosiy yuk ko'taradigan qismi aziz yurtdoshlar, mana shu firmalari. Bu firmalarni har birini oralig'i 1,20 santimetrdan tashlangan va firmamiz yuk tushganda boshqa bo'lganda bir kelajakda tunuka qatirib yoki leksan qatirib naves qilib foydalanilganda ham baquvvat turishini hisobini olgan holda tepasini 4 ga 4 profilga, pastini 4 ga 2 lik profil qilib baquvvat qilib ishlab berilgan. Endi buni oralariga e'tibor berasizlar. Shu 10 lik kvadratda yechilgan to'liq metallda yechilgan guldan qo'yib, o'rtalariga ramashka gulchalarni qo'yib, tillarang svetga bo'yab chiroyli qilib ishlangan. Endi asosiy tepa qismi har 50 santimetr qismiga 3,2 lik profildan chiroyli qilib vart qilib, svarkalar o'rnashtirilib, bitqazib, buncha svarkada kuygan boshqa joylarini kraskalab mana tugatdik va bel qismiga mana bir qator gul pleksa boshqa qilganda tortib qaragani bir qator profil tortib berilgan. Endi bu общий summasi aziz yurtdoshlar 250 ming so'mdan tayyorlab optika ustanovka qilindi. Albatta kvadratiga qarab uzum tokimizning narxi o'zgaradi. 150 kvadrat, 200 kvadrat atrofida bo'lsa, narxi sal arzonroq bo'ladi. Kichkinalashgan sari narxi 5-10 ming qo'shilib qolishi mumkin. Va materialiga qarab ham bu uzum toklarni 160 ming so'mdan 300 ming so'mgacha tayyorlab beryapmiz. 160 ming so'mdan 200 ming so'mgacha bo'lgani shu 25 lik 32 lik turbalardan foydalanib, ana shu tepalari 3,2 lik profil o'rniga 12 lik armaturalar qo'yib, arzonroq variantda ishlab berilyapti. Общий summasi uzum tokimiz 23 million so'mga tushdi. Hurmatli yurtdoshlar, xonadonlaringga naves uzum tok qildirish niyatida yurgan bo'lsalaring, ekranda shaxsan o'zimizning nomerimizni qoldirib o'tamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekistonda qayerdan telefon qilib bog'lanib zakaz qilsalaring, imkon boricha borib o'lchab ko'rib kelishilgan holda 100% aytilgan metallda tayyorlanib, olib borilgan zakaz qilingan manzilga ustanovkalarni qilib beraveramiz. Aziz yurtdoshlar, bittadan like bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlab qo'yishni unutmaysizlar. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.